Assalamualaikum, hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti axbarat elan qılıb, Türkiyəni Xitay bilan həmkarlaşmaslıqqa çağırıq qıldı. TRT Dünya xəbərlərinin 29 dekabr günüdəki xəbərində Türkiye'nin Uygurlarga qılğan yardımı Xitayni pərişan qıldı deyildi. Baş ministerimiz Salih Xudayar əpəndi ictimai axbarat vasitələrində bununğa inkaz qaytırdı. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin axbaratı mətbuatlarda elan qılındı. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti axbarat elan qılıb, Türkiyəni Xitay bilan həmkarlaşmaslıqqa çağırdı. Şərq Türkistan sürgündə hökumətining 29 dekabr günü Türkiyəni Xitay bilan həmkarlaşmaslıqqa çağırıb elan qılğan axbaratida mundaq deyildi. Şərq Türkistan və Uygurlarga qarşı Xitay və Türkiye arasında aktiv istihbarat və bexatarlik həmkarlığı küçüyotqan vaqtda Adalet ve Taraqqiyot Partiyası rəhbərligidəki Türkiye hökuməti Uygurlarning huquqini qoğdayotqanlığını aytib yalğan sözləgan. 2017 yılı 8 ayda Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Beijing'de ötküzülgen Türkiye-Xitay birleşme axbarat elan qilish yig'inida biz Xitayning bexatarligini o'zimizning bexatarligi deb qaraymiz. Mayli davlatimizda bo'lsin, mayli chet elda bo'lsin, biz Xitoyga qarshi faoliyatlarga yo'l qo'ymaymiz. Biz Xitoyga qarshi nashr buyumlarini o'z ichiga olgan har xil faoliyatlarning oldini olamiz. Men yana bexatarlik masalasi ustida hamkorligimizning kun sayin kuchayotganligini ko'rib xushal bo'ldim. Bu hamkorlik kelgusi bir mezgil ichida texnik kuchaydi deb aniq o'tirg'i qo'ygan. Uningdan boshqa hokimiyat yurgizayotgan Adalet ve Taraqqiyot Partiyasi 2021 yılı martda Türkiye parlamentida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Türkiye xalqlarga yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb tasvirlaydigan qarorga qarshi turgan. Vaqtimizga qarshi Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu 2017 yılı 8 ayda va'da qilganidek Türkiye bilan Xitoyning istihbarat va bexatarlik hamkorligi kuchaydi. 2022 yılı 11 ayning 3 kuni Xitoyning muavin bexatarlik ministri Du Hongwei boshchiligidagi Xitoy vakillar o'miki Türkiye ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu va ko'chmanlarni boshqarish idorasining chegirdan qo'g'lab chiqarish ishlari mas'uli Ramzan Sijil bilan ko'rishdi. Bu yig'inning ro'yi bilan yaqinda Istanbulda bir qancha nafar Uyg'urning qo'lga olinishi va ularning keyin tutib turish lagerlariga solinishi xalqaradagi Sharq Turkiston diasporasining ijtimoiy taratqularida tarqalib, Sharq Turkiston xalqi, Türkiye xalqi va o'qitish partiyalarning noroziligini qo'zg'adi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu 29 dekabr kuni Türkiye'nin Uygurlarni Xitoyga tutib berganligini yolg'on deb rad qildi. Biz Çavuşoğlu efendining 3-chi davlatni ishlatib, Uyg'ur va boshqa Sharq Turkiston xalqiga olib keladigan ziyonli harakatini yushirish uchun Uygurlarni ko'p qatim Xitoyga tutib berganligini inkor qiladigan yolg'on bayonotini qat'iy rad qilamiz. Hammamizga tunilgan Zinnatgul Tursun va uning bolalarini Türkiye hukumati 2019 yılı Tojikiston orqali Xitoyga sovg'a qilgan. Necha yuzlagan Sharq Turkistonlik Uyg'urlarning Türkiye'nin har qaysi joylaridagi chegirdan qo'g'lab chiqarish o'rnining markazlarida davomli tutib turilayotganligidan xabarimiz bor. Biz Türkiye Cumhuriyeti hukumatini so'lab qo'yilgan Uyg'urlarni qo'yib berishga va Uyg'urlarni chegirdan qo'g'lab chiqarib Xitoyga yoki boshqa davlatlarga topshirib berishni to'xtatishga chaqiramiz. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni rasmiy e'tirof qilish bilan birga Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishini, Xitoy bilan bo'lgan Sharq Turkiston va uning xalqini nishon qilgan barliq istihbarat va bexatarlik hamkorligini oxirlashtirish orqali Türkiye hukumatining Uyg'urlarning huquqini qo'g'dash haqidagi samimiyatini ko'rsatishga chaqiriq qilamiz. TRT Dünya xabarlarining 29 dekabr kunidagi xabariga qaraganda Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Xitoy bilan hamkorlashishga har zaman hozir ekanligini, atalmish Şinjanni ziyorat qilish uchun bir hay'at avatadiganligini aytdi. Türkiye'nin yuqori darajalik diplomatining aytishicha, Türkiye bilan Xitoyning munosabatining nacharlashishi Türkiye'ning Uyg'urlarga ko'ngil bo'lgandan keyin yuz bergan. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu payshanba kuni Anqarada chaqirgan yil oxiri axborot e'lon qilish yig'inida Türkiye'nin Uyg'urlarga qilgan muomalasidan Xitoyning parishon bo'lishi sababidan Türkiye bilan Xitoyning munosabatining buzilganligini aytib, ular bizdan Türkiye'ga yerlashib qolgan Uyg'ur vatandoshlarimizni i'ona qilishimizni talab qildi. Biz bununla qo'shilmaymiz. To'rda eqib yurgan Türkiye'nin Xitoyga Uyg'urlarni topshirib berganligi to'g'risidagi bayonlar tamamen yolg'on. Uyg'urlarning haq-huquqini xalqaro sahnada qo'g'dishimiz Xitoyni parishon qildi. Ammo bu insonlik masalasi dedi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti sentabrda e'lon qilgan
Xitayning Uyg'urlarga yurgizayotgan inson haqlari dafsanchiligiga aloqador dokladini tilga olib, doklad Uyg'urlarga qarta yurgizayotgan inson haqlari dafsanchiligini bayon qildi. Biz bu dafsanchiliklarga qarshilik ko'rsatishimiz lozim dedi. Shundaqla Turkiyaning Xitoy bilan ochiq-oshkora hamkorlashadiganligini, bosh elchisining texi atalmish Shinjongga bormaganligini, erkin ziyorat qilishga Xitoyning ruxsat qilmaganligini, o'zlari tayyorlagan programmaga ergashishini talab qilganligini aytdi. U Tayvan haqidagi talash tortishni tilga olib, bir Xitoy siyosatida ching turadiganligini qayta ta'kidladi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi buningga Twitter hisobidan inkos qaytarib, Tashqi ishlar ministrligi nima ishlarni qilib, nimalarni qo'lladi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi o'yin o'ynashdan to'xtasin. Turkiya Adolat va taraqqiyot partiyasi Uyg'urlarni qo'llab bir ish qilayotgani yo'q. Aksicha Turkiya Xitoyning davlat hal qilgan Sharq Turkiston aktivizmini buzish tirishchanligini qo'lladi. Xitoy mablag'ining Turkiyadagi ortishi, Turk va Xitoy amaldorlari o'rtasidagi muhim uchrashish va yig'inlar, Sharq Turkiston aktivizmining bostirilishi, Xitoyni tinchlantirish uchun Uyg'urlarning qo'lga olinishi qatorliqlar Turkiya va Xitoy o'rtasidagi hamkorlikning ortqanligini tushuntirib berdi. Turkiya Xitoyning Sharq Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilib olishini qo'llaydi va yana Uyg'urlarning haq-huquqini qo'g'daydiganligini aytadi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlut Çavuşoğlu Turkiya Uyg'urlarni Xitoyga iyona qilmadi deb yolg'on aytdi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi 2019-yili Zinnat Kultursinni bolalar bilan qo'shib Tojikiston orqali Xitoyga topshirib bergan. Turkiya hukumatining Sharq Turkiston xalqiga ziyon olib keladigan harakatlariga qarshi turish Turkiyaga qarshi tashviqot emas. Biz Turkiya va uning xalqiga qarshi turmaymiz. Biz Sharq Turkistonga ziyon olib keladigan faoliyatlarga va siyosatlarga bu tür faaliyetning orqasidagi hukumat va mavjudotlarga qarshi turamiz dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Turkiyani Xitoy bilan hamkorlashmaslikka chaqiriq qilib e'lon qilgan axboroti matbuotlarda xabar qilindi. Parent xabar torining 30 dekabr kunidagi xabarida Sharq Turkiston surgundi hukumati Turkiya hukumatini Uyg'urlarni chegirdan qo'g'lab chiqarmaslikka chaqiriq qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati parlament tuzumini asos qilgan demokratik saylangan rasmiy organ bo'lib, bosh shtabi Washingtonda. Uyg'ur, Qozoq va Sharq Turkistondan kelgan boshqa turkiy xalqlar tomonidan qurilgan bu organ xalqaro sahnada Sharq Turkiston xalqiga vakillik qiladi. Sharq Turkiston surgundi hukumati organ rasmiy torbitida e'lon qilgan axborotida Turkiya hukumatini Uyg'urlarni tutqun qilish va chegirdan qo'g'lab chiqarishni to'xtatishga, Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni oxirlashtirishga chaqirdi deb Sharq Turkiston surgundi hukumatining axborotini tafsiliy xabar qilib, Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi G'ulom Osmon apandi biz Mavlut Çavuşoğlu'ning bayonotini qat'iy rad qilamiz. Turkiya ko'p qatim Uyg'urlarni 3-chi davlat orqali Xitoyga iyona qilib, o'zining Uyg'ur va boshqa Sharq Turkistonga qilgan ziyonli harakatini yo'gidi. Eng ko'rinarli bo'lgani 2019-yili Zinnat Kultursin va uning bolalarini Tojikiston orqali Xitoyga topshirib berdi dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatidan Mamtimin A'lo apandi bizning bilishimizcha yuzlagan Sharq Turkistonliklar Turkiyadagi chegirdan qo'g'lab chiqarish lagerlarida tutib turilmoqda. Biz Turkiya hukumatini so'lab qo'yilgan Uyg'urlarni qo'yib o'tishga, ularni Xitoyga iyona qilmaslikka chaqiriq qilamiz dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer Sharq Turkiston surgundi hukumatining axborotini naql keltirib, biz Turkiya hukumatini Xitoyning Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchiligini rasmiy e'tirof qilish bilan birga Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishini, Turkiya hukumatining Xitoy bilan bo'lgan Sharq Turkiston va uning xalqini nishon qilgan barliq istixborot va bexatarlik hamkorligini oxirlashtirish orqali Uyg'urlarning huquqini qo'g'dashga bo'lgan samimiylikni namoyon qilishga chaqiriq qilamiz dedi deyildi. Xabarda yana Sharq Turkistonning besib olinish tarixi va Sharq Turkiston surgundi hukumatining qurilish tarixi tunishtirildi. Vatan Abduri Servi Men hayot bo'lsam magarda har tiniq hijron vatan Sen uchun chekmak pig'am bir sharaf vijdon vatan Qaysi kun ketdim seningdin o'chdi ko'zning nurlari Sen eding ruhim mening tandiki darmon vatan Qancha yil ko'rmay seni oqdi ko'zimning qarasi Tushlarim taliq sana yo'qlig'in mehmon vatan Ming jinim bo'lsa agarda bo'lsin tasadduq hammasi Ne baxt bo'lsam shehid sen uchun qurbon vatan
Baş gözün zerdap yara, göz yaşın boldi topan. Qazdı gör pişti kepen, şümpelek devran vatan. Atlanıp çıksam yolunga, kaskılır düşmanların. Sancıdi neşter mana, toştalık peyman vatan. Vah derek alkış bilen, aldı tör satqınların. Ahlarыңдın aldını, tomladı hem yan vatan. Qanlarыңдın rəng berip, keydi ton hainlərin. Yavlarыңның ağzıdan, buyruqi pərman vatan. Etqina çeylep xalqның bəxtini payxan qılıb, nə səbəb sattı seni, şu qədər ərzan vatan. Kimseni sassa demek, ademi şeytan erur. Canı dil söymek seni, cümlesi iman vatan. Ya keter gözler uçuk, ya kucağımız nusretin. Hak yolu sabit kadem, en ulug arman vatan. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögün alay için köp rahmet. Keler kıtımkı programımız görüşkice Allah'a emanet bolgaysızlar.